Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum. Akmaljon Rashidga oldingizmi? Tolibboy. O'ta noyobidan keldi. Noyobidan ha? Qanaqalardan? Qirg'izistondan. Qirg'izistondan. Ha. Ikki oylarda. 4 oylik bo'ldi Akmaljon. 4 oylik. Uyda turgan. Ha, uyda turgan Akmaljon. Ha. Inalarni sotib o'rganmiz. Inalar sotilib Shuni ketgan. qo'y yermini bitta oladi. Narxi Yermini bitta. Qo'ylar ko'rsataymi? Qo'ylarni ko'rsatam. Mana garbonos qarang akalar. Haqiqiy nakachini Tolibboy aytganda elitnoy variantlaridan. Qo'zini ham haqiqiy tozasidan olib kelibdilar. Tolibboy qanaqa endi buni zoti? Qirg'iziston Akmaljon. Qirg'iziston Bishkekda bitganmiz. Bo'ylari nechi Tolibboy buni? 75 ga olish olsa 75 ga akalar mana hozir. Dastlabkalar qayerda o'rindi? O'ylashmasin dastlabkani, vodiy bo'ylab. Dastlabkasini umuman o'ylamaydigan joylarda akalar, yuzlarni qarang. Ketaveradi. Ikkovi ham toza variantlar. Narxi Tolibboy? Narxi 4,5 milliondan deymiz obunachilarimizga. Kelishtiram Tolibboy 4,5 bo'ladigan chiqaradi-yu. Tolibboy bo'ladiganni gapiring Tolibboy. Bo'ladiganimi Akmaljon? O'tib o'tirilmay jahanda 8 millionda ketaveradi. 8 million so'mga dastlabkasini. Qayga bo'lsa? Qayga bo'lsa? Telefonni qiladigan joyiga. Ikki oyligida uyda turgan ha. 4 oylik bo'ldi akalar. 4 oylik bo'ldi. Bo'ylari 75 plyusda qolsin. Garbonoslar